Assalamu alaikum qadrli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganchda Ray Center'da, Ray Center bozorining yoni, ham 39-kollejning arka tarafında ikkinchi qavatda 4 xonali kvartira bilan danışib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 82 kvadrat metrda joylashgan ekan, remontdan chiqqan akkuratni ajoyib xonadon. Hamma hesab qilishinglar zo'r, yurtlardan bu yerda o'qishlardan ham, bozorlardan ham, magazinlardan umuman muammosi. Bu tarafımız Ray Center bozor bo'ladi. Ray Center Poskaya berdi. Chapaga esa Shavotga ketadigan yo'limiz, to'g'riga esa Zapchas bozor, eski mashin bozoriga ketadigan yo'limiz. Burası Ray Center'ning sentri hisoblanadi. Bu tarafa ketsangizlar Ray Center больницасы, Xalq banki 02-sine gidadigan yo'limiz. Zo'r masada joylashgan, yan atrofida magazinlar, bog'cha, maktablardan muammosi. Bu yerda 19 marshrut o'tib turibdi. Tabiiyki damaslar ham 5-10 minutdan ketib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, hem remontdan chiqqan ajoyib akkuratli xonadon ekan. Shahrimiz zo'r masasida joylashgan, yo'l ham yaqin. Qani yetkazsa birgalikda ko'rib, danışib o'tamiz. Bismillah, kvartiramızdan girip geldik. Kvartiramız 4 xonadan iborat, remontdan chiqib turibdi. Ajoyib bir chiroyli xonadon ekan. Girgandan bir yerda prixujiy zonalarim bor. Lesinsamizda prixujiylarimiz o'tib ketdilar. Lesinsamız yog'ochdan ikkinchiga chiqsam bo'ladi ekan. Bundan pastda 2 xona, yuqorida 2 xonasi bor. Общий 4 xona, 88 kvadrat metr tashkil topgan kvartiramız. Kirpichli domda. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda cho'y registrlari bor. Hem bir aboy kılıngan, bir de zal kısmı spalni, yukarıdan bir zal bir spalnisi bor. Birinci etten danıştırıp baramiz. Birlerim patologlarımız natijoy kılıngan, flafolla ornatılgan, kendinizlerim kısılgan. Gaz ve suyundan umuman muamması yok. Birimiz ise aşxana, yurtlugan senin okatlanışı üçün uzopsalarım kılıngan, ugalokları koyulgan, çırayla kılıp. Ayak teleri kafel, hem tüplü pol kılıp koydular. Sanuziyellerimiz yukarıda joylashgan ekan. Yerim tüplü pol bo'lgan. Bir de Vitish firmani duh konturni atapleniyasi ham o'rnatilgan. Stabilizator reduktorlar ham bor. Bir de qoladigan vajimiz oshxonamizda kuxinniy mebeli, gaz plita, Vitish shakala. Qanvajlari ketadi. Fartuqlari qilingan yurtlugan moykalar ham o'rnatilgan. Ajoyib bir chiroyli, fayzli xonadon ekan. Narx ham zo'r. Hazla hem 88 kvadrat metr 4 xonali kvartira. Bedene televizor zonaları internetten ham muammosi yo'q, yani Wi-Fi'da bor, ishlab turibdi. Hurmatli vatandoshlar, chiroyli bir xonadon. Birimiz 3'e 4 razmerda tushgan spalniy qismi bo'ladi. Bir yerdan biri farzandingiz uchun spalniy qo'yib bersangiz ajoyib bir 3-4 odam o'ngishadi. Hurmatli vatandoshlar, bir oila orqaga o'ngishadigan xonadon. Divorlar ham oboy, bir yerda televizorlarni o'rnatib qo'ydilar. Bir yerda bir kichkina zalcha qilib qo'ydilar. Hazla farzandi uchun bir xona qilib qo'ydilar. Dars tayyorlash uchun udobstvolar ham qilganlar, chiroyli qilib qo'ydilar. Oyoq teglari pol. Patologlar natijoy, aynalar alümin ak faramlarından o'rnatilgan. Hammada cho'ng registrlari bor. Bir de 2-3 ko'yadan mesta qilib qo'ydilar. Yemas uchun udobstvolar qilingan. Lisensamız yog'och lisensalardan. Eshiklarimiz yana yarma eshiklardan. Birimiz ham oyoq teglari pol. Razmeri 3.30 eni, uzinasi 5.60 razmerda tushgan. Ko'rib turgansizlar, birimiz mo'yshi ajoyib, super mo'yshi aboylardan foydalanganlar, yaxshi xillaridan. Bir de konditsionerlar ham bor. Yani konditsioner, perdeler qoladi hammada. Keyin bu yo'laklarimizda lisensadagi g'allar ham qoladi. Xalasini bu yerda ustak ko'rsa, bu stenkalar ham qoldirishlari mumkin. Agar daplasa qilsangiz, pul qo'shilsa, qoladi, bo'lmasa olib ketiladi. Yani televizor zonalar ham bu yerda chiroyli qilib televizorlar ham o'rnatganlar. Patologlar natijoy, ham lyustralar ham qoladi. Ajoyib chiroyli xonadon ekan. Dokument ham 100% tayyor. Dokumentlar muammosi yo'q. Endi ikkinchi qavati bilan danışib o'tamiz. İkinci qavatdan chiqib keldik. Kvartiramizning bir yerda bir xonasi, bu yoqda yana bir xonasi, общий 4 xonadan iborat. Shu aytib o'tganimizdek, oyoq teglari ham mer pol qilingan. Beton emas, shu vajdan e'tibor qiling, ham kirpichli domda. Domimiz ham yangi dom. 12 yil bo'lgan domdan qurilganidan. Bu yoqda sanuzellaridan boshlaymiz. Sanuzellari bilan folni oyoq teglari tüplü pol qilingan. Yani hajatxona отдельный, yuvinish xonasi отдельный qilingan. Divorlar kafel, oyoq teglari ham patologlar plastik, unitazlar ham ajoyib yangisidan qo'yib qo'ydilar. Keyin kil mashin to'shalari, vannalar ham ulusidan qo'yganlar. Aristollari bor, Royal firmani 50lik aristollari. Gaz ve sulardan muammosi yo'q. Transportdan yanına 19 marşrutları üst turibdi.
Oquşlardan qıl muamma yox. Yəni ətrafında oquşlar ham var, mağazinlar, bazarlar, hörmətli vətəndaşlar. Bir yerimiz yəni spalnisi var. Ayaq telləri bol, divarlar aboy. Patagoniklə qoyulğan ekan, aynı işləri. Alüminyum ramlarından balkon amba ilə gördürsün. Əcayib qılıb qoydular balkonlarla ayaq telləri kafel bolğan. Çıraylı xanadan. Xanamıza doğru girib yaşayıdan. Heç bir yerində bir rasxotu yox desəkəm. Böyle şu xanamız aboy qılınmağın ekan. Birən pul 330-a 560 rəzmində düşkən. Xanamıza giyin, kiçkinə məz aynalara, akvaramlarından çoğun yer registrləri bax. Xanadanımız bir feyizli xanadanlardan biri ekan. Hörmətli vətəndaşlar, narxına toxtalıb ölsək, narxı 500 milyon som aytılıb tutdu. Üstündə gəliş adan yeri var. Kimə də doğru gələdəm olsa, benim telefon qıla verərsə, gəlib üstündə sodalaşıb alışanız mümkün. Mülk yiyəsini özləri bilən. Oriental Ray Center'də, hörmətli vətəndaşlar, 39-cu kollejin arka tərəfində Yengi Dom desəkəm boladı. Şunun ikinci kavatında, üçüncü kavatında caylaşqan 4 xana kvartiramız, 88 kvadrat metrdən təşkil tapqan ekan. Eğer kanallarımıza abone olsa abone olup like basıp kollab quvvatla tutarsanız videomuz genel arkadaşlar sizlere koldan genççe arzan acayip kanallarını takdim qılıb balalarınızı həmmiyə sağlıq salamətliyik dilimiz. Keyingi roliklərdə görüşüncə hayırlı qalamız.